Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi mavzu juda muhim. Ishlayotgan pensionerlar pensiyasini oshirish, ya'ni pensiyani qayta hisoblatish uchun ariza yozish masalasi. Bu ma'lumot hozir pensiya olayotgan. Lekin hali ham ishlayotgan har bir odamga tegishli. Shuningdek, ota-onasi, turmush o'rtog'i, qarindosh pensioner bo'lib ishlayotganlar ham diqqat bilan eshitsin. Chunki ko'pchilik aynan bilmagani uchun o'ziga tegishli qo'shimcha pulni vaqtida olmay yuradi. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Ilgari qanday edi, hozir nima o'zgargan? Kim pensiyasini qayta hisoblatishi mumkin? Kimga bu foyda beradi? Qaysi holatlarda ariza yozish kerak? Qayerga murojaat qilish kerak va arizada nimalar yoziladi? Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng ko'p uchraydigan xatolarni ham aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bunday huquqiy va amaliy ma'lumotlar sizga yoki yaqinlaringizga real pul olib kelishi mumkin. Ko'pchilik pensionerlar shunday deb o'ylaydi. Men pensiyaga chiqdim. Pensiyam bir marta hisoblandi. Endi faqat davlat umumiy oshirsa oshadi, bo'lmasa o'zgarmaydi. Bu fikr to'liq to'g'ri emas. Pensiyalar vaqti bilan prezident farmonlari yoki qonunchilikdagi o'zgarishlar asosida umumiy tartibda oshiriladi. Lekin bundan tashqari ayrim holatlarda pensionerning o'zi ariza berib pensiyasini qayta hisoblatishi mumkin. Ayniqsa ishlovchi pensionerlar uchun bu masala juda muhim. Chunki odam pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etsa, uning ish staji ko'payadi. Ish haqi bo'yicha ma'lumotlari yangilanadi. Ayrim hollarda badallar va soliq ma'lumotlari tizimda aks etadi. Natijada pensiyani hisoblashga ta'sir qiladigan ko'rsatkichlar o'zgarishi mumkin. Demak, pensioner men ishlayapman. Demak, bu menga hech qanday ta'sir qilmaydi deb o'ylamasligi kerak. Ilgari ko'pchilikda boshqa bir xavotir ham bor edi. Agar pensiyada turib ishlasam, pensiyam kamayib qolmaydimi yoki to'liq berilmaydimi? Shu sababli ayrim odamlar ishga rasmiy kirmaslikka harakat qilgan. Ayrimlar mehnat shartnomasini tuzmasdan ishlagan. Natijada ham huquqidan, ham kelajakda qayta hisoblash imkoniyatidan zarar ko'rgan. Hozirgi tartibda ishlayotgan pensioner pensiya masalasida o'z huquqlarini aniq bilishi kerak. Rasmiy ishlash, ish staji, ish haqi ma'lumotlari va ariza berish tartibi juda katta ahamiyatga ega. Bu yerda eng muhim savol: pensiya avtomatik oshadimi yoki ariza yozish shartmi? Amaliyotda ko'p holatda odam o'zi murojaat qilmaguncha masala ko'tarilmay qoladi. Shuning uchun men har doim pensionerlarga aytaman: kutib o'tirmang, hujjatlaringizni tekshiring, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Huquqingiz bo'lsa, ariza yozing. Birinchi navbatda pensiyaga chiqqandan keyin rasmiy ishlagan yoki hozir ham ishlayotgan pensionerlar e'tibor berishi kerak. Masalan, siz 2021-yilda yoshga doir pensiyaga chiqdingiz. Pensiyangiz o'sha paytdagi ish staji va oylik ma'lumotlaringiz asosida hisoblandi. Keyin siz 2022, 2023, 2024 yillarda ham maktabda, bog'chada, korxonada, xususiy firmada yoki boshqa tashkilotda ishladingiz. Agar bu ish rasmiy bo'lsa, mehnat shartnomasi bo'lsa, maosh to'langan bo'lsa, ma'lumotlar soliq va mehnat tizimlarida aks etgan bo'lsa, demak sizda pensiyani qayta ko'rib chiqish masalasini ko'tarish uchun asos bo'lishi mumkin. Ikkinchi toifa, pensiya tayinlanganda ayrim ish staji hisobga olinmay qolgan pensionerlar. Bu juda ko'p uchraydi. Masalan, odam 1940 yillarda kolxozda ishlagan, keyin zavodda ishlagan, keyin bir necha yil boshqa viloyatda ishlagan. Pensiya tayinlash vaqtida mehnat daftarchasida yozuvlar noaniq bo'lgan. Arxiv ma'lumotnomasi topilmagan yoki ish beruvchi tugatilgan bo'lgan. Natijada 3 yil, 5 yil, hatto 10 yil staj hisobga olinmay qolgan bo'lishi mumkin. Keyinchalik arxivdan hujjat topilsa yoki tashkilotning huquqiy vorisi ma'lumotnoma bersa, pensioner ariza bilan murojaat qilib, pensiyani qayta hisoblatishi mumkin. Uchinchi toifa. Pensiya tayinlanganda ish haqi bo'yicha eng foydali davr tanlanmagan odamlar. Pensiya hisoblashda ish haqi ma'lumotlari juda muhim. Ba'zan pensioner hujjat topshirayotganda qaysi yillardagi oyligi yuqori bo'lganini bilmaydi. Ba'zan esa tashkilotdan olingan ma'lumotnoma to'liq bo'lmaydi. Misol uchun, odam 2004 yillarda oddiy oylik olgan, lekin 2008-2012 yillarda ancha yuqori lavozimda ishlagan. Agar pensiya tayinlashda pastroq davr ma'lumotlari olingan bo'lsa, keyin yuqoriroq ish haqi davri tasdiqlansa, qayta hisoblash natijasida pensiya oshishi ehtimoli paydo bo'ladi. 4-toifa. Ish beruvchisi vaqtida ma'lumotlarni elektron tizimga kiritmagan yoki xato kiritgan pensionerlar. Bugun ko'p ma'lumotlar elektron bazalarda yuradi.
Lekin bu tizimlar ham xatosiz emas. Kimningdir familiyasi eski pasportdagi yozilishda boshqacha bo'lgan. Kimningdir istir yoki JSHR raqami noto'g'ri kiritilgan. Kimningdir ish boshlagan sanasi yoki ishdan bo'shagan sanasi noto'g'ri tushgan. Bunday holatda pensionerning staji kamroq ko'rinib qolishi mumkin. Shuning uchun mening hammasi tizimda bor deb xotirjam bo'lishni tavsiya qilmayman. Tekshirish kerak. Birinchi misol, Akmal aka 60 yoshda pensiyaga chiqdi. Pensiya tayinlanganda 27 yil ish staji hisobga olindi. Pensiyasi shartli ravishda 2 million 200 ming so'm bo'ldi. Lekin Akmal aka pensiyaga chiqqandan keyin ham qo'riqlash xizmatida yana 3 yil rasmiy ishladi. U har oy maosh oldi. Mehnat shartnomasi bor, soliq to'lovlari aks etgan. U pensiya jamg'armasiga borib, men pensiyaga chiqqanimdan keyin ishlagan davrimni inobatga olib, pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman deb ariza yozadi. Agar qonunchilikdagi shartlar va hisob-kitob bo'yicha bu davr pensiya miqdoriga ta'sir qilsa, uning pensiyasi oshishi mumkin. Oshish miqdori hamma uchun bir xil bo'lmaydi. Kimdadir baqindim ming. Kimdadir undan ko'proq yoki kamroq bo'lishi mumkin. Ikkinchi misol. Mohira opa maktabda 35 yil ishlagan. Pensiyaga chiqqanda uning 31 yillik staji tan olingan. Chunki 4 yil bir qishloq maktabida ishlagani bo'yicha hujjat arxividan topilmagan. Opa endi nima qilaman deb yuradi. Keyin u tuman arxiviga murojaat qiladi. Eski buyruqlar kitobidan ishga qabul qilingan va bo'shagan sanalari topiladi. Arxiv ma'lumotnomasi olinadi. Mohira opa pensiya jamg'armasiga ariza beradi. Agar hujjat qonuniy tasdiqlansa, ilgari hisobga olinmagan 4 yil staj qo'shiladi va pensiya qayta hisoblanadi. Bunda farq kelajak oylar uchun to'lanishi mumkin. Ayrim holatlarda esa qonunchilikda belgilangan tartibda oldingi davr bo'yicha ham masala ko'riladi. Uchinchi misol, Ravshan aka pensiyaga chiqqanda shoshilib hujjat topshirgan. Unga eski korxonasidan maosh ma'lumotnomasi berilgan, lekin unda faqat 5 yil ko'rsatilgan. Aslida Ravshan aka keyingi yillarda ancha yuqori maosh olgan, mukofotlar ham bo'lgan. Keyin u korxona buxgalteriyasidan to'liq ma'lumot so'raydi. Ma'lumotnomada oyliklari yuqori bo'lgan davr ko'rinadi. Shundan keyin u qayta hisoblashni so'rab ariza beradi. Bu yerda ham hamma narsa hisob-kitobga bog'liq. Ba'zan yangi ma'lumot pensiyani sezilarli oshiradi, ba'zan esa ta'sir kichik bo'ladi. Lekin tekshirmasdan turib bilib bo'lmaydi. Kimlar uncha xavotir olmasligi mumkin? Agar siz pensiyaga chiqqaningizdan keyin umuman rasmiy ishlamagan bo'lsangiz, qo'shimcha staj yoki yangi ish haqi ma'lumotingiz bo'lmasa, pensiya tayinlashda barcha staj va maosh to'liq hisobga olingan bo'lsa, qayta hisoblashdan katta o'zgarish kutmasligingiz mumkin. Lekin baribir hujjatlaringizda xato yo'qligini tekshirtirish zarar qilmaydi. Chunki pensiya ishida ko'p yillik ma'lumotlar, eski yozuvlar, arxiv hujjatlari bo'ladi. Son omili sabab xato bo'lishi mumkin. Endi eng muhim nozik tomonlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, pensiyani qayta hisoblash degani har doim pensiya oshadi degani emas. Men buni ochiq aytaman. Ariza berilgandan keyin mutaxassislar hujjatlarni ko'radi, stajni, ish haqini, qonunchilikdagi normalarni solishtiradi. Natijada pensiya oshishi mumkin, o'zgarmasligi mumkin. Ayrim nazariy holatlarda hisob-kitob avvalgi miqdordan pastroq chiqishi ham mumkin. Amaliyotda odatda pensioner zarar ko'rmasligi uchun masala ehtiyotkorlik bilan ko'riladi. Lekin baribir ariza berishdan oldin mutaxassisdan qayta hisoblash menga foyda beradimi deb so'rash kerak. Ikkinchi nozik jihat, norasmiy ish staj bo'lmaydi. Ko'pchilik men 5 yil ishlaganman, hamma biladi deydi. Lekin pensiya uchun hamma biladi, yetarli emas. Mehnat shartnomasi, buyruq, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, elektron mehnat daftarchasi, ish haqi to'langanini tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'ladi. Agar odam og'zaki kelishuv bilan ishlagan, maoshni qo'lga olgan, hech qayerda qayd etilmagan bo'lsa, uni pensiya stajiga qo'shish juda qiyin. Shuning uchun pensioner bo'lib ishlayotganlar ham rasmiy ishlashni talab qilish kerak. Uchinchi nozik jihat, yakka tartibdagi tadbirkorlik yoki o'zini o'zi band qilish davrlari. Bunday davrlar pensiya hisobida qanday inobatga olinishi to'lovlar, ro'yxatdan o'tish va qonunchilik talablariga bog'liq. Masalan, odam men bozorda savdo qildim desa, lekin hech qachon ro'yxatdan o'tmagan, to'lov qilmagan bo'lsa, bu davrni stajga qo'shish masalasi murakkab bo'ladi. Ammo odam rasmiyat bo'lgan, tegishli to'lovlarni amalga oshirgan. Soliq organlarida ma'lumotlari bor bo'lsa, bu boshqa masala. Shuning uchun tadbirkor pensionerlar alohida tekshirtirishi kerak. 4-chi nozik jihat, ariza berilgan sana. Ko'p odamlar men 3 yil oldin ishlaganman. Endi borsam
hammasi o'sha paytdan berishadi deb o'ylaydi. Har doim ham bunday emas. Pensiya qayta hisoblanishi, farq to'lanishi va qaysi sanadan kuchga kirishi qonunchilikdagi aniq normalarga bog'liq. Shuning uchun vaqtni cho'zmaslik kerak. Agar sizda yangi hujjat paydo bo'lgan bo'lsa yoki pensiyaga chiqqandan keyin yetarli rasmiy ish davri bo'lsa, darhol murojaat qiling. Kechiktirgan har bir oy siz uchun yo'qotilgan pul bo'lishi mumkin. 5-nozik jihat ish beruvchining ma'lumotnomasi to'g'ri bo'lishi kerak. Ma'lumotnomada tashkilot nomi, davrlar, lavozim, buyruq raqamlari, ish haqi, imzo, muhr yoki elektron tasdiq arxiv manbasi aniq bo'lishi kerak. Agar ma'lumotnoma noaniq yozilgan bo'lsa, pensiya jamg'armasi uni qabul qilmasligi yoki qo'shimcha tekshiruvga yuborishi mumkin. Masalan, 1935 yildan 2000 yilgacha ishlagan deb umumiy yozish yetarli bo'lmasligi mumkin. Ishga kirgan sana, ishdan chiqqan sana, buyruq raqami, lavozim va ish haqi alohida ko'rsatilgani yaxshi. 6-nozik jihat familiya, ism, otasining ismi o'zgarishi. Ayollarda nikoh sabab familiya almashgan bo'ladi. Eski mehnat daftarchasida bir familiya, pasportda boshqa familiya bo'ladi. Agar nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, stajni bog'lashda muammo chiqishi mumkin. Shu sababli ayollar ayniqsa bir necha marta familiyasi o'zgargan bo'lsa, barcha guvohnomalarni oldindan tayyorlab qo'yishi kerak. 7-nozik jihat pensiya turi. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Imtiyozli pensiya kabi holatlarda qayta hisoblash tartibi bir xil bo'lmasligi mumkin. Masalan, ishlovchi yoshga doir pensioner bilan nogironligi bo'lgan pensionerning holati ayrim jihatlarda farq qilishi mumkin. Shuning uchun men umumiy maslahat beraman, lekin yakuniy hisob kitobni albatta pensiya jamg'armasi mutaxassisi orqali aniqlash kerak. 8-nozik jihat qo'shnimga oshdi, menga ham oshadi degan fikr noto'g'ri. Pensiya juda individual hisoblanadi. Ikki odam bir joyda ishlagan bo'lsa ham staji, maoshi, pensiyaga chiqqan yili, hisobga olingan davri, imtiyozlari, hujjatlardagi kamchiliklari boshqa bo'ladi. Qo'shningizga 300 ming so'm qo'shilgan bo'lsa, sizga ham shuncha qo'shiladi degani emas. Sizga 50 ming qo'shilishi mumkin, 200 ming qo'shilishi mumkin yoki umuman o'zgarmasligi ham mumkin. Muhimi, o'z hujjatingizni tekshirtirasiz. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Agar siz ishlovchi pensioner bo'lsangiz yoki pensiyaga chiqqandan keyin ishlagan bo'lsangiz, quyidagi tartibda harakat qiling. Birinchi qadam, o'zingizning pensiya hujjatlaringizni ko'rib chiqing. Sizda pensiya tayinlanganligi bo'yicha qaror, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, ish haqi ma'lumotnomalari, pasport yoki ID karta, JSS-shir, bank kartasi ma'lumotlari bo'lishi kerak. Agar hujjatlar uyda tartibsiz turgan bo'lsa, ularni yillar bo'yicha ajrating. Qaysi yillarda qayerda ishlaganingizni alohida ro'yxat qilib yozing. Ikkinchi qadam, pensiyaga chiqqandan keyingi rasmiy ish davrlaringizni aniqlang. Masalan, 2021 yil sentabrdan 2023 yil iyungacha falon maktabda o'qituvchi bo'lib ishladim. 2024 yildan hozirgacha xususiy korxonada qorovul bo'lib ishlayapman deb aniq yozing. Ish beruvchidan ishga qabul qilingan va ishdan bo'shaganingiz haqidagi buyruq nusxalarini, mehnat shartnomasi nusxasini, ish haqi ma'lumotnomasini so'rang. Agar elektron mehnat daftarchasida bular ko'rinayotgan bo'lsa ham, qo'shimcha hujjat olib qo'yish zarar qilmaydi. 3-qadam, ish beruvchining buxgalteriyasidan maosh ma'lumotlarini tekshiring. Sizga to'langan oyliklar, ustamalar, mukofotlar, qonunchilikka muvofiq hisob olinadigan to'lovlar to'g'ri aks etganmi tekshiring. Ba'zan odamning maoshi bir miqdor, tizimda boshqa miqdor ko'rinadi. Bunday xato bo'lsa, ish beruvchi tuzatish kiritish kerak. 4-qadam. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Odatda yashash joyingiz bo'yicha pensiya jamg'armasi bo'limi shug'ullanadi. Hozir ayrim xizmatlar davlat xizmatlari markazi yoki elektron xizmatlar orqali ham bo'lishi mumkin. Lekin amaliyotda murakkab pensiya qayta hisoblash masalasida mutaxassis bilan yuzma-yuz maslahatlashish foydali. Siz men ishlovchi pensionerman. Pensiyaga chiqqanimdan keyin ishlagan davrimni va yangi hujjatlarimni inobatga olib, pensiyamni qayta hisoblash imkoniyatini tekshirtirmoqchiman deb murojaat qilasiz. 5-qadam, ariza yozing. Ariza juda murakkab bo'lishi shart emas, lekin aniq bo'lishi kerak. Men namunaviy mazmunini aytaman. Arizada kimga yozilayotgani, ya'ni tuman pensiya jamg'armasi bo'limi boshlig'iga deb ko'rsatiladi. Keyin o'zingizning familiya, ism, otasining ism, manzil, telefon raqami,
pasport yoki ID ma'lumotlari yoziladi. Matnda esa shunday mazmun bo'ladi. Men yoshga do'yib pensiya oluvchiman. Pensiya tayinlangandan keyin falon davrda falon tashkilotda rasmiy ishlaganman. Ushbu ish davrim va taqdim etilayotgan hujjatlar asosida pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Agar eski staj qo'shilayotgan bo'lsa, pensiya tayinlash vaqtida hisobga olinmagan falon yillardagi ish stajimni tasdiqlovchi hujjatlar ilova qilinmoqda. Mazkur hujjatlar asosida pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman deb yoziladi. 6-qadam. Arizaga ilova qilingan hujjatlarni ro'yxat qiling. Masalan, ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi nusxasi, mehnat daftarchasi nusxasi, ish beruvchi ma'lumotnomasi, orhaqi ma'lumotnomasi. Familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi, bank rekvizitlari, hujjat topshirganda albatta qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi, kirim raqami yoki elektron tasdiqni oling. Bu juda muhim. Chunki keyin men topshirgandim degan gapdan ko'ra qo'lingizda qabul qilingan sana va raqam bo'lgan kuchliroq. 7-qadam. Javob muddatini nazorat qiling. Davlat organlari murojaatlarni belgilangan muddatlarda ko'rib chiqish kerak. Agar qo'shimcha hujjat kerak bo'lsa, sizga aytishadi. Siz jim kutib o'tirmang. Ma'lum vaqtdan keyin borib arizam qaysi bosqichda? Qo'shimcha hujjat kerak emasmi deb so'rang. Agar rad javobi berilsa, rad etish sababi yozma bo'lishini so'rang. Chunki yozma javob bo'lsa, siz uni tushunib kamchilikni to'ldirasiz yoki yuqori tashkilotga shikoyat qilishingiz mumkin. 8-qadam natijani tekshiring. Agar pensiya qayta hisoblangan bo'lsa, yangi miqdor qaysi sanadan belgilanganini, qancha farq hisoblanganini, keyingi oyda qancha tushishini aniqlang. Ba'zan pensioner kartasiga pul tushadi. Lekin nima uchun qancha tushganini bilmaydi. Men tavsiya qilaman, hisob-kitob bo'yicha tushuntirish so'rang. O'z pulingizni bilishga haqqingiz bor. Birinchi xato umumiy va noaniq yozish. Pensiyamni oshirib bering deb yozish yetarli emas. Nima asosda oshirish so'ralyapti? Pensiyadan keyingi ish stajimi? Oldin hisobga olinmagan stajmi? Yangi ish haqi ma'lumotimi? Hujjatdagi xatoni tuzatishmi? Arizada asos aniq bo'lishi kerak. Ikkinchi xato hujjatlarni ilova qilmaslik. Ariza bor, lekin tasdiqlovchi hujjat yo'q. Bunday holatda mutaxassis ham sizga yordam bera olmaydi. Har bir da'vo hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. 3-xato og'zaki javob bilan kifoyalanish. Ba'zan odam boradi, unga sizga o'xshmaydi deyishadi. U qaytib ketadi. Men bunday qilmaslikni maslahat beraman. Agar sizda asos bor deb hisoblasangiz, ariza yozib topshiring va yozma javob oling. Og'zaki gap ertaga isbot bo'lmaydi. 4-xato ish beruvchiga murojaat qilmaslik. Ko'p masala pensiya jamg'armasida emas, ish beruvchining ma'lumotlarida hal bo'ladi. Agar buxgalteriya maoshni noto'g'ri ko'rsatgan bo'lsa yoki kadrlar bo'limi ish davrini noto'g'ri kiritgan bo'lsa, avval shu xatoni tuzatish kerak. 5-xato kechikish. Keyingi oy boraman, yil oxirida ko'raman. Bolam kelganda boraman deb yuraverish mumkin emas. Pensiya masalasida vaqt ham pul. Bugun topshirsangiz, jarayon bugun boshlanadi. 3 oy keyin topshirsangiz, 3 oy yo'qotishingiz mumkin. Yana bir muhim maslahat. Agar pensionerning o'zi yoshi katta bo'lib, hujjatlar bilan yurishi qiyin bo'lsa, farzandlari yordam bersin. Lekin ishonchnoma masalasini to'g'ri rasmiylashtirish kerak bo'lishi mumkin. Har doim pensionerning roziligi, shaxsiy hujjatlar va vakillik huquqi qonuniy bo'lsin. Afsuski, ayrim holatlarda qarindoshlar pensioner nomidan ish yuritib, keyin tushunmovchiliklar chiqadi. Shuning uchun hammasini ochiq va rasmiy qiling. Hurmatli tomoshabinlar, ishlovchi pensioner pensiyasini oshirish masalasi bevosita ariza, hujjat va qayta hisoblash bilan bog'liq. Pensiyaga chiqqandan keyin rasmiy ishlagan bo'lsangiz, oldin hisobga olinmagan stajingiz bo'lsa, ish haqi ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa yoki hujjatlarda xato bor deb o'ylasangiz, kutib o'tirmang. Pensiya jamg'armasiga murojaat qiling, hujjatlaringizni tekshirtiring, asos bo'lsa ariza yozing. Eng muhim fikr shuki, pensiya o'z-o'zidan har doim qayta ko'rib chiqilmaydi. Ko'pincha odam o'z huquqini talab qilishi, hujjatini yig'ishi va rasmiy murojaat qilishi kerak. Rasmiy ishlang, hujjatlaringizni saqlang, ma'lumotlaringizni tekshiring va og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiyada turib ishlayotgan bo'lsa, izohlarda yozing. Pensiyangizni qayta hisoblatganmisiz? Natija qanday bo'lgan? Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldiring. Keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensioner yaqinlaringizga yuboring. Balki aynan shu ma'lumot kimningdir pensiyasiga qo'shimcha
pul qo'shilishiga sabab bo'lar.